Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda 0 faktorial 1 ga teng ekanligini isbotlaymiz. Xo'sh, qanday qilib isbotlaymiz? Xo'sh, demak ketdik. Isbotimiz 0 faktorialning 1 ga teng ekanligini isbotlashimiz kerak. Xo'sh, ixtiyoriy n faktorialni n plus 1 faktorial taqsim n plus 1 desak bo'ladi. Ana endi misollarda ko'ramiz. Masalan, 5 faktorial deylik. 5 faktorialni, demak 5 plus 1 faktorial 5 plus 1 faktorial taqsim 5 plus 1 desak bo'ladi. 5 plus 1 desak bo'ladi. Ya'ni 6 faktorial taqsim 6 bu 5 faktorialga teng bo'ladi. Ya'ni 6 faktorial degani 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 taqsim 6 bo'ladi. Biz 6lar qisqarib ketib, 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5, ya'ni 5 faktorial hosil bo'ladi. O'sha misol tariqasida ko'rdik formulani. Ana endi biz keling 0 faktorialni ko'rib chiqamiz. 0 faktorialni nima deymiz? 0 faktorialni ya'ni n plus 1, buni n deydigan bo'lsak, n plus 1, ya'ni 0 plus 1 faktorial taqsim 0 plus 1 faktorial desak bo'ladi. 0 plus 1 faktorial bu 1 faktorial degani. Xo'sh, bu faktorial yo'q. Demak 1 desak bo'ladi. 1 faktorial taqsim 1, 1 faktorial 1 ga teng, 1 taqsim 1 ham 1 ga teng bo'lar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli isbotlarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.